Donat. Bu o'zi nima? Ko'pchilik donatni o'yinni juda ham oson qilib yuboradigan bir o'yinni parchasi deb o'ylaydi. Lekin bugungi videoda biz Vibe'dan donatsiz noldan kuchayishga harakat qilamiz. Aytgancha, sizlarga bir maslahat beraman. Hozirda Nostak serverida ajoyib konkurs ketyapti. Konkursda qatnashmoqchi bo'lsangiz, mana bu gaplarimni oxirigacha eshiting. Hop, bu konkursimiz hozirda 5 kun davom etadi. Ya'ni bugun nechida o'zi? 23-may. 23-maydan 28-maygacha davom etadi. Ya'ni ultra kit tekinga beriladi. Siz kuchayishingiz mumkin. Noldan kuchayasiz. Ultra kit esa tekinga beriladi. 5 kun davom etadi. Tezroq ulguring. IP ekranglarda va video ostida. Xo'sh, serverga kirib olganimdan keyin ultra kitim bordi va shu paytda men kirgan oxirida yo'qolishini bilmasdim. Video oxirigacha ko'ringlar, birodarlar. Men bitta ayerga borgandim, yozuv esimdan chiqibdi va 71 million pul bor edi. Va buni pay qilgim kelmadi. O'zgina mayin qilgandim va birinchi o'rindagi o'yinchi naq mendan 50 million tepada edi. Ikkinchi o'rindagi esa naq mendan 10 million tepada edi. Shuning uchun men boshlanishiga 10 million to'plab ikkinchi o'rinni olishni harakatini boshlab yubordim. Lekin bu Shadow Peppa Artcraft'ning eng zo'r o'yinchilaridan biri edi. Va meni kel qilgani uchun hali bu men jazosini olardi. Shunday qilib men boshlanishiga yana 1 million topib oldim. So'ng ichkaridagi mayinga borishga qaror qildim. Sababi u yerda juda ham ko'p loot bo'lardi. Inventarimni bo'shatib olmoqchi edim, chunki bu yerda mayin qilsam rudalar tushishi uchun. Keyin Fazik Fan bratimizda ko'rib qoldim. Uni YouTube kanali bor. Biroz Xo'p bola, endi pul ishlaymiz. Mana bu birinchi o'rindagi o'yinchi naq mendan 50 million tepadaligini bilganimdan keyin ko'nglim g'alati bo'lib ketdi. Mojolar o'chib o'ynasam qanaqasiga unga yetib olaman deb. O'zi top 1da ham bungacha 55 million pul bo'lardi. Men 10-o'rinda edim, to'g'risini aytsam. Keyin kirib ahvolni sal tushuntirib o'zimiz zo'r ba'zan bo'ldi. Master Anarxiya meni ustimdan kulgandi, chunki premium edi. Lekin bir tiyin puli yo'q, gatoy deb bo'lmish deb ustimdan kulgandi. Mana endi u hozir javob beryapti o'zini qilgan ishiga. Bala musorlarni oldim. Xo'p, anarxiyada qanday kuchaysa bo'ladi? Birinchi bo'lib siz albatta mayin qilasiz, kuchayasiz. Ayr kelib qoladi, ayrga borasiz. Shunday qilib kuchayaverasiz. Bekorga narsa chiqmadi bor qo'yadi. Premium kitni.
aytdim o'zi vibe emasmi? Anchadan beri bo'ldi. Ana masalan 3 milliard puli bor edi. O'zi aytdim. Birinchi o'ylab ko'rish kerak deb. Mayli. Muhimi men ultra kitni oldim-ku. Sarg'asumlar mo'rar. Mana shu bo'lmagan narsa, mana shu oltin daraxt bo'lmagan narsa, ishonmanglar. O, lut yog'ilmas ekan. Charchab ketdim. Kechasi bilan men qilib chiqqanman. Xo'sh, bu videoga aktiv qilib beringlar, chunki men ham YouTube rankini olmoqchiman. Sabina Oganova-ku mendan top 1da turganigacha. Endi esa bu ham ustimdan bo'lganda, hozir bu o'sha uchun qat'iyan javob beradi. Biznesmenman-da, men biznesmen. Nitro bo'lib turib shunchalik qilyaptimi? Nitro bo'lib turib mendan pastman, men o'zi biznesmenman. Qanchalik kuchsizligini bilasizlar Nitroda? Nitroni yurishini mut qila oladi-ku, bu mut. Kecha nimaga mut beradi endi? Aytgancha, sizlar aytishinglar mumkin, kim beryapti deb. Workflow'ni o'zi emas, pulini o'zidek eslanmish. Taqilgan o'zi. Premium emas. Kit komandasi bilan mana bu yerga kirish mumkin. Bu ekronga ham chiqmayapti hozir. Premium Obsidian Shulker, Premium Crystal Shulker, Premium XP Shulker. Kalkulatorni aytmasa bo'ladi. Sharpness 5, Asteroid 2da nima-ku? Sharpness 2da 7 bo'ladi. Shunaqa. Mayli. O'ldirish. Nega hech qaysimda rep deb yo'q? Shu bayapman, ko'zim ko'rmayapman. Yo'q. Mana shu sehra. E'tibor bo'lgan bo'lsa kerak. Chatda voice warp top deyishdi. Bu yerga bormoqchi bo'ldim va warp topga boramiz. Hozir men premium kirkamdan ayrildim-mi? Premium kirkamdan ayrildim. Bechora premium kirkam. Boshqa yasash kerak. Yasa olmaydi. Qanaqasiga yasayman? Editor bilan nima qoldi? Salyutim. Kirkamni qilib shuncha alam qilyapti. Kim qo'ygan shu borib ushovasam Tapa. Sabina Oganova ham. Shu bo'ldi. Aytgancha bu o'zimni skinim savoqsizlar chiqadi. Kim qo'ydi? Блядь, şu adam mı? Şu adam mı? Şu olsam